Hey yo, Leo Minecraft kanalidasiz. Do'stlar, o'tgan videoda 100 ta like bo'ldi. Ajoyib, qo'l, podpishkada zo'rsa. Va eng zo'r yangiligimiz bizning kanalimizda endi obunachilarimiz 2 ga bo'ldi. Endigi maqsadimiz 3 ga bo'lish, ya'ni 3000 ta podpischik yig'ish. Do'stlarim, videomiz keng tarqalishi uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, kommentariyada o'z izoh qoldirib qo'ying. Ha, aytgancha do'stlarim, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimizga obuna bo'lmayapsizlar. Telegram kanalimizda kommentariyada zakr etib qo'yaman. Naqadar toza havo obunachilar, hammaga salom. Mening ismim Kompot. Xush kelibsiz mening yangi videomga. Havo ham juda ham sovib ketdi. Tashqari birdan chiqsam yomg'ir yog'yapti. Hatto jitellar ham uyiga kirib olgan. Yomg'ir ostida o'tirish biram mazaliki. Mazali debman, uzr, juda ham yoqimli. Xo'p, uyga kiramiz. Xo'p, sandiqni ichiga mana bu narsalarni qo'yib qo'yamiz. Senlarni kuznisangdan meni kuznisam juda ham zo'r. Aha, bu ertagingga hatto men ham ishonmasam kerak. Qanaqasiga seniki zo'r bo'lishi mumkin? Axir sen nobsan-ku. Obunachilar, bu ovoz qayerdan kelyapti? Men biroz tushunmayapman. Menimcha sizlar ham eshitgan bo'lsanglar kerak. Tashqariga chiqib qaraymiz. Bu yerda yomg'ir va bu yerda hech narsa yo'q, lekin qayerdan kelayotgan bo'lishi mumkin? Hammangnikidan ham ko'ra meniki zo'r. Menikida har xil innovatsion texnologiyalar, hozirgi kundagi eng so'nggi rusumdagi narsalar bor. Senlarniki menikini oldida hech narsa emas. Senlarniki bir oddiy, hech narsaga arzimaydigan shunchaki narsalar. Do'stlar, haligacha men topolmayapman qaysi tarafdan ovoz kelayotganini. Menimcha uyimda tagidan kelyapti, lekin qanaqa qilib? Hacker, pro, qanaqangi bo'lmag'ur gaplarni aytyapsizlar. Sizlarniki oddiy uyku, menikini oldida. O'zlaring kayfiyatinglarni ko'tarmanglar. Hammadan so'rasanglar ham meniki zo'r. Sizlarniki umuman bir tiyinga arzimaydigan, bir so'mga qimmat narsalar xolos. Yo'q, vobshe asabim chiqib ketyapti. Axir ovoz qayerdan kelyapti? Men umuman tushunmayapman. Bir qarasa nubni ovozi keladi, bir qarasa hacker, bir qarasa pro. Vobshe tushunib bo'lmaydi axir. Lekin nima qilib bo'lsa ham topish kerak. Va u yetmagandek bogni ham ovozi kelyapti qaysidir tarafdan. Mayli, hech qisi yo'q. Menimcha shu uyimda tagidan bo'lsa kerak. Bu landavorlarga hozir ko'rsatib qo'yaman. Mana buni ham sindiramiz. Bu nima bo'ldi ekan? Qaysi ahmoq uyimni teshib bunaqangi narsa qildi ekan? Bu biroz g'alati. Tushaylik, qani nima shovqin? Uyimni tagidan noob pro hacker bogni o'yi nima qilyapti axir? Mendan so'ramay bular nimaga o'zicha uy qurib oldi? Axir bunga umuman tushunib bo'lmaydi axir. Noob, nima qilyapsan bu yerda? Kompot, biz qurgan uylarni baholab berishingga to'g'ri keladi. Tushunarli. Xo'p, mayli, ketdim. Sizlar uyimda tagida uy qurgan. Proning uyi yopiq. Bog bor mana bu yerda va hackerniki ham shu yerda. Mayli, sen landavorlarnikini baholashga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, mayli noob. Nima uchun aynan bu yerga uy qurdilaring? Sizlarga boshqa joyga uy qurishga joy yo'qmi? Mayli, senga gapirishdan umuman foyda yo'q. Men ketdim. Baholash kerakmi? Senlar shu yerdan yo'qolsang bo'ldi. Baholaveraman. Xo'p, noob. Gapni ko'paytirmaymiz. Uying haqida o'zingning fikrlaringni aytib tasha. Kompot, meni uyim u darajada hashamatli bo'lmasa ham ana u ahmoqlarnikidan zo'r deb o'ylayman. Chunki milliard puling bo'lmasa-da ishlatolmasang bu jinnilik. Jinnilikni udari. Qoyil, to'g'ri aytsan noob. Umringda birinchi marta to'g'ri fikrlading, gap yo'q senga. Kompot, rosta, odamlarda milliard puli bor, lekin ularni ishlatmaydi. Menga esa hamma narsam o'zimga yetarli va hamma narsamdan foydalanaman. Puling ko'p bo'lsa ishlatolmasang bu rostdan ham kerak emas-ku. Senga o'zingga yetarli, o'zingga bazo'r narsa bo'lsa bo'ldi. Tushunarli, to'g'ri aytsan noob, haqiqatdan ham milliard puling bo'lsa-yu, uni yarimidan kamini ishlatsang, rostdan ham bu juda ham jinnilik desa ham bo'ladi. Mana seni uyingni ko'ramiz. Mana bu yerda qandaydir tuynikka o'xshagan narsalar. Undan tashqari uying loydan ekan. Menimcha qishda yomg'ir yog'sa o'tib ketadi suv. Menimcha sizlar shuni o'ylab yerda tagida qurgansizlar. Quruqlikda qursanglar ham bo'ladi-ku, shuni baholab berardim axir. Kompot, bunaqangi idea ana ahmoqlardan chiqdi. Men umuman bu narsa haqida o'ylaganim yo'q. Bilmadim kelib olib shu fikrni aytyapti. Mayli deb yerni tagida qurdik va sen hozir baholayapsan, Kompot. Bu narsa haqida yaxshi o'ylabsizlar va sen ham o'zingda o'ylabsan. Mana bu yerda bitta lucky block va chirib ketgan 44 ta narsang va 16 ta yana bir balolar bor ekan. Mayli, bular menga umuman kerak emas va mana bularni mana shu yerga qo'yish kerakmi deb o'ylayman. Hojatxonang esa bir balo batardan to'lib yotibdi. Mayli, xullas o'zing bilasan. Seni uying ham
No, yomon emas, baribir yaxshi ham emas. Xullas, o'rtacha ham deb bo'lmaydi. Mayli, xo'p, seni o'yingni ko'rdim. Endi boshqalarnikini ko'rishim kerak. Xo'p, professional. Menimcha shu yerdan ochilsa, professional qalaysan? Salom Kompot, qalaysan? Ahvollaring yaxshimi? Tuzukmisan? Charchamayapsanmi? Aytgancha Kompot, sen bizni uyimizni ko'rib baholab berishing kerak. Ana u uchtalandavor meni uyim zo'r deb aytyapti. Hozirchalik men faqat Nubni uyida bo'ldim. U rostdan ham o'shanaqangi gaplarni aytyapti. Meni uyim zo'r deydi, lekin hali qolganlarnikiga kirmadim. Va hozir seni uyingni ko'rib chiqyapman. Menimcha endi asta-asta hammalarnikini ko'raman va kimni uyi zo'rligi haqida aytib beraman. Kompot, qanaqasiga Nubni uyi zo'r bo'lishi mumkin? Hatto uni yeyishga noni yo'q axir, kiyishga kiyimi yo'q. Uni uyi qanaqa qilib zo'r bo'ladi? Hamma narsa menda-da Kompot. Pul, boylik, almoslar, kitob, hamma. Xullas, o'zimga yetarlidan ko'proq pullarim bor. Unga esa o'ziga arang yetsa ham kerak. O'ziga yetmasa ham kerak. Bilmadim, pro. Xullas, u menga shunaqangi gaplarni aytdi. Mayli. Xullas, seni uyingni ko'ryapman. Seni uying ham unchalik yomon emas, lekin unchalik zo'r ham emas. Uying almosdan qurilgan va yana qanaqandir yashil bloklar, yotish joylaring va tilla bloklardan qo'yil. Uying juda ham zo'r. Mana bu yerda kalit bor ekan va mana bu eshikni ochamiz. Mana bu yerda sandiq bor ekan. Bu sinmaydi shekilli. Yo, bunga e'tibor beringlar, axir bu juda ham ko'p narsalar va juda ham VIP. Xullas, bu narsa zo'r ekan. Almozlaring va undan tashqari tuxumlar, xullas hammasini olsam bo'ladimi? Ha Kompot, bemalol baholab chiqqaning uchun ularni senga sovg'a qilmoqchiman. Hamma ham baholab bermagandi va senga kattakon rahmat baholab beradiganing uchun bemalol xohlaganingni olaver. Tushunarli, rahmat kattakon. Mana bu nima narsaligini bilmadim. Xo'p, mana bu kirka esa buzadigan kirka ekan. Bu juda ham zo'r ham. Mayli, vaqtni ko'p cho'zmasdan keyingisiga o'tishimizga to'g'ri keladi. Qo'yil juda ham zo'r kirka ekan. Birdaniga tez buzyapti. Menda bu daraja tez buzadigani bo'lmasa ham, seni bergan narsalar juda ham menga yoqdi. Xo'p, rahmat professional senga. Hakkerjon. Mana bu yerda nimadir yozish kerak ekanmish. Ochil lanati. Landavor ochilish ham qiyin. Bu yerga qanaqa qilib kirishga to'g'ri kelsa kerak. Bir raqami so'roq 451 qoyil do'stlar, biz ochdik. Salom Hakker, qalaysan? Ahvollaring yaxshimi? Salom Kompot, qalaysan? Tinchmisan? Charchamayapsanmi? Men yaxshi. Xullas, bugun tepada turganimda baqir-chaqir bo'layotgan ekan. Tushib qarasam, sizlar mana bunaqangi uylar qurib olibsizlarmi? Nub men uyim zo'r deydimi? Professional meniki zo'r deydimi? Xullas, ularning uyini ko'rib chiqdim. Endi senikini ko'ryapman. Ha Kompot, biz uy qurdik va ular o'zicha bellashmoqchi bo'lishdi. Ular ongi yo'qlar bilmaydiki, eng zo'r uy menikiligini. Xo'p, tushunarli. Hozir men qaytaman, mayli pastga tushamiz. Bunisini ham bilmayman. Uyimni tepasida qanaqangidir granatalar paydo bo'libdi. Menimcha bu seni ishing bo'lsa kerak. Mayli, ko'ramiz. Va mana bu yerda granatalar yo'qoldi, qo'yil. Lekin bu menimcha aniq seni ishing. Xo'p, bu knopkani ham bosib ko'rishimizga to'g'ri keladi. Xo'p. Mana bo'ldi. Menimcha aniq seni narsalaringga ham gap yo'q. Mayli, men ketdim. Bu nimasi? Axir meni nimaga aylantirib qo'ydi bu landavor? Mayli, hakkerni o'zi sozlab bersa kerak. Mayli, mana buning ichida nimadir narsalar bor. To'pta. Nimasi bu? Axir sandiqlar nimasi bu? Mana bu yerni nimaga aylantirib yuborishdi? Bu umuman bizga keragi yo'q. Menimcha agar bu biroz yana tursa, qishloqni vayron qilib yuborish. Lava qayerdan paydo bo'ldi? Yo. Hakkerdi narsasi, bu innovatsion texnologiyasi, bu umuman bizga kerak emas. Buni tushunmadim ham. Xo'p, hakker nima deydi? Men bu matoqlaring xullas menga juda ham yoqmadi. Bo'ldi menimcha. Qoyil do'stlar, bizni skinimizga qaytarishga yordam berdi hakker. Rahmat hammaga. Bitta bog qoldimi? Ular qayerga qoldi? Hakker nimadir qildi yo'q. Hakkerdan gap ham olmadik axir. Mayli, hech qisi yo'q. Tashqariga chiqaylik qani.
Mana bu yerda baribir sandiqlar bor, lekin yangi innovatsion hozirgi zamondagi sandiqlar emas va Lucky Block. Yo'qol. Mana bu ay. Endi yana problema va mana buni tuzatish kerak. Mayli, umuman buni tuzatmayman. Meni umuman vaqtim yo'q va bognikini ham tekshirishim kerak. Xo'p, mana bu yerda bitta knopka. Salom, qalaysan bog? Salom Kompot, qalaysan, ahvollaring yaxshimi, charchamayapsanmi? Ha, ana ustalarni meni juda ham asabimni buzishdi. Keyin olib, meni uyim zo'r deydi, yana bir ikkitasi meni uyim zo'r deydi. Ularga tushuntirishga harakat qildim. Baribir bilasanki, o'zimizda maqolni tentak o'zini gapini ma'qullaydi. Lekin ular o'zini maqtashgani bilan meni uyim zo'rligini tan olishmadi. Shuning uchun Kompot, sen ham meni uyimni ko'r va baho ber. Da ular kirib menga rostdan ham hammasi o'zini uyini ma'qulladi. Noob ham meniki zo'r dedi, Pro ham, hacker ham, xullas hammasi o'zini maqtashdi. Lekin men mana bu yerni ko'rib turibman. Xo'p, hozirchalik seni uyingni ko'rmagan bo'lsam ham, endi ko'rishda davom etaman. Rostdan ham kimniki yoqar ekan menga. Ha Kompot, bemalol shoshilmasdan ko'raver. Uyimda hamma joyi sen uchun ochiq. Muhimi haqiqat qaror topsa bas. Men shu tarafdoriman. Da, to'g'ri. Xo'p, mana bu yerda oltindan bo'lgan narsalar va e'tibor beringlar. Mana bu yerda qandaydir rang-barang juda ham chiroyli va osmon ko'rinadigan narsalar. Pastga qaraydigan bo'lsak, qandaydir ko'rinmaydigan narsa. Xo'sh, mayli, sakraymiz. Wow. Bu nimasi bo'ldi? Men qayergadir tushib qoldim. Qoyil. Rang-barangli narsalar. Xullas, bu yerdan nima qilamiz ekan, ha? Xo'p, bo'ldi. Qoyil, rahmat senga bog meni tepaga chiqarishga yordam berganing uchun. Seni uyingni ham o'sha biroz qismini bo'lsa-da ko'rdim, lekin yana ko'rishda davom etaman. Qani uyingda qanaqangi narsa bor ekan? Xo'p, mana bu narsani ham oldim. Bu nima narsa ekan? Xo'p, tashqariga chiqib ko'raylikchi. Xo'p, tashqariga chiqamiz. Mana bu narsani sinab ko'rishimiz kerak. Deyarli uni ham o'yini baholab bo'ldik. Ko'rib chiqdik deganim, xo'p, mana buni nima narsa endi bo'ldi bu? Biroz tushunmadim. Xo'p, mana bu nima narsa? Qandaydir havoda aylanyapti, lekin bu nimaligiga umuman tushunmadim. Bu yomon narsa ekan. Qaranglar do'stlar, bu umuman yerda to'rt burchak qilib o'yib tashladi. Axir yo'q, mana bunga e'tibor beringlar. Vobshe, bu menimcha qandaydir dinamit yoki portlatgich. Mana yerda Noob Pro hacker ham mayda-mayda chil-parchin bo'lib ketibdi. Qo'yil, juda ham kuchli narsa ekan. Xullas do'stlar, videomizga yangi kelganlar, xullas like bosinglar, kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, obuna bo'lmasa ham bo'linglar va bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Va biz bundan udar va bir-biridan cho'tki, takoy, lyo'xki videolarni chiqarishda davom etamiz. Hammangizga rahmat. Xayr, sog', omon bo'ling.